Rossiyadagi patent muammosidan xalos bo'lish istagidagi hamyurtlarimiz uchun Rosuniversitet kompaniyasini taklif qilamiz. Rosuniversitet orqali siz nafaqat top mingtalik ro'yxatiga kirgan oliygohlarda ta'lim olishingiz, balki Rossiyada o'zingiz istagan oliygohga o'qishga kirgan holda 4 va 5 yil muddatga patent uchun pul to'lash majburiyatidan xalos bo'lishingiz mumkin. Rosuniversitet bu kelajagingiz uchun ulkan imkoniyatlar eshigi demakdir. Kerakli ma'lumotlar uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Times of Israel agentligining axborotiga ko'ra, Donald Trump Tehron bilan 6 fevral kuni yangi muzokara belgilagani sababli Isroil Oq uydan Eronga qarshi harbiy operatsiyani, ya'ni Eronga zarba berishni Amerika Qo'shma Shtatlarisiz yolg'iz boshlashga ruxsat so'ragan. Times of Israel'ning ma'lum qilishicha, Washington va Tehron delegatsiyasi 6 fevral kuni Eronni yadro dasturi bo'yicha muzokara olib borish uchun yangi uchrashuv belgiladi va shu muzokara dan keyin Qo'shma Shtatlarni Eronga hujum qilish yoki o'z armadasini Yaqin Sharqdan olib ketish masalasi hal bo'ladi va tabiiyki Isroilni Eronni bombardimon qilgan holda uni yadro obyektlarini yo'q qilish rejasi barbod bo'lishi ham mumkin. Shu boisdan Netanyahu Yaqin Sharqdagi yangi urushni Amerika Qo'shma Shtatlarisiz boshlashga harakat qilmoqda va u zarbaga ruxsat so'rab Oq uy notasiga murojaat qildi. Times of Israel'ga ko'ra, Donald Trump Netanyahuga bu borada yashil chiroq yoqib bermadi. Ammo Sahal bosh shtabi qo'mondoni Eyal Zamirni 3 fevral kungi bayonoti Yaqin Sharqdagi tinchlikka tez orada nuqta qo'yilishidan daraklik bermoqda. Sababi Eyal Zamir Yediot Ahronotga ko'ra 3 fevral kungi o'z bayonotida bordi-yu Eronga hujum operatsiyasiga start beriladigan bo'lsa, bu urushdan Hizbullohni ham chetda qolmasligini bildirgan. Bu degani Eronga hujum boshlansa, Livan ham zarbalarni qabul qilishga tayyor turish kerak degan gapdir. Endi Ukraina energetika vaziri Denis Shmigalni NATO bosh kotibi Mark Ruttiga Putinni ustidan qilgan shikoyatiga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Strana agentligining axborotiga ko'ra 3 fevral kuni Ukraina energetika vaziri Denis Shmigal mamlakatda amaliy tashrif bilan bo'lib turgan NATO bosh kotibi Mark Ruttini Kiyevni elektr energiyasi bilan ta'minotida muhim rol o'ynaydigan 4-sonli issiqlik energiya stansiyasiga boshlab borib, Ukrainadagi elektr energiyasi bilan yuzaga kelgan tanqislikda Rossiyani ayblagan. Denis Shmigalga ko'ra, Rossiya mazkur elektr stansiyasiga Sirkon gipertovushli raketalar orqali zarba bergan va Ukrainada ushbu raketalarni urib tushirishga qodir bo'lgan havo mudofaa tizimlari yo'q. Shuning uchun NATO va uni tarkibidagi davlatlar Kiyevga imkon qadar tezroq ko'p sonlarda havo mudofaa tizimlari va ularning raketalarni yetkazib berishi shart. Aks holda Ukraina qishdan omon chiqmasligi yoki juda yirik qurbon va talofat bilan chiqishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Ukraina Oliy Radasi deputati Sergey Nagarnyak 4 fevral kuni 1+1 telekanalida Ukrainadagi blackoutda Zelenskiy va uni jamoasini aybladi. Oliy Rada deputati Sergey Nagarnyakning ochiqlashicha, Ukrainada yuzaga kelgan elektr tanqisligi muammosida Zelenskiy va u tomonidan energetika vaziri lavozimiga tayinlangan kishilar aybdor. Negaki Rossiyaning energiya obyektlariga zarba berishini bila turib, ular muhim infratuzilmalar uchun maxsus mudofaa rejasi ishlab chiqmadi va Kiyevda ayni paytda hatto elektr energiyasi butunlay yo'qolgan paytda amal qilish mumkin bo'lgan zaxira rejasi ham yo'q. 4 yildan buyon jang qilayotgan davlatni bu turdagi rejaga ega bo'lmasligi esa bu ahmoqlik hisoblanadi va deputat Sergey Nagarnyakning yakuniy xulosasiga ko'ra, Ukrainaga bu borada, ya'ni elektr energiyasi bo'yicha uni o'zidan o'zga hech kim yordam bera olmaydi. Bu yordam ham bo'lsa Rossiya bilan tinchlik muzokaralarini samarali yakunlash va urushni to'xtatish hisoblanadi. Endi Donald Trumpni jahon neft bozori nazoratini o'z qo'liga olish uchun boshlagan harakatini ilk natijasi haqida qisqacha so'z yuritamiz. Diqqat bilan eshiting. Fox News agentligining o'rganishlariga ko'ra, Trumpni Rossiya neftiga qo'ygan taqiqlari o'z natijasini bera boshladi va Hindiston Rossiyadan neft sotib olishni 3,5 marta qisqartirdi. Fox News'ning Kommersant agentligining statistikasiga tayanib qayd qilishicha, Hindiston yanvar oyida Rossiyadan
o'tgan kuniga 436 ming barrel neft sotib olgan. Qo'shma Shtatlardan 235 ming barrel, Yaqin Sharqdan esa 3 million barrel neft sotib olgan. Bu esa Hindistonni Rossiyadan neft sotib olishni qisqartirib, Qo'shma Shtatlar va Yaqin Sharqdan neft olish ko'rsatkichini oshirganidan daraklik beradi. Shuningdek, Fox News'ning ochiqlashicha, Trump Iroqqa ham uni nefti borasida bosimni kuchaytirdi va Trump agar bosh vazirlikka Nur al-Malik o'tiradigan bo'lsa, Iroq neftini sotuvdan tushgan pullarni Qo'shma Shtatlarni o'zida olib qolish bilan tahdid qilgan. Shu bilan Trump jahon neft bozorini ham nazorat qilishga erishmoqchi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlim bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.